Xitoy Kompartiyasining 16 oktyabr boshlangan 20 qurultayida Xi Jinping doklad berib, o'tgan 5 yillik atalmış muvaffaqiyatlarni xulosalab, kelgusi 5 yillik planini sharhlagan. U Xitoyning qat'iy strategik irodani saqlab, jangovarlikni namoyon qilganligini, uning zamonaviylashishi insoniyatga taraqqiyot model sunganligini, yuqumga taqobil turishda iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotga ilhom beradigan muvaffaqiyatlarga erishganligini bildirgan. U yana Xitoyning Tayvan, Hong Kong masalalaridagi siyosatini sharhlagan bo'lsa-mu, ammo g'arb ellari tarafidan irqiy qirg'inchilik deb ayiblangan xalqiliq masalalardan Sharq Turkistonni tilga olmagan. Xi Jinping harakatchan Xitoy virusini tozalash siyosatining o'zgarmaydiganligini ta'kidlagan bo'lsa-mu, lekin 20 qurultayda Xitoy virusining tarqalishining oldini olish siyosati fuqarolarga yurgizganiga o'xshamagan. Yig'inga qatnashgan vakillarning hammasi maska taqib, faqat doimiy komitetining birinchi rati o'ltirganlarla maska taqmagan. Dünya bo'yicha oldingi qatorda turadigan sin kuzatish organining aytishicha, torbetdagi 4 xil Xitoy Dahua kuzatish apparatining sin analizida irq, teri rangi, Sharq Turkistonlik va Tibetning chiroyini farqlantirish iqtidori borligini ko'rsatgan. Dahua buni iqror qilib, u torbet mazmunining vaqt o'tganligini o'tirib qo'ygan. Ammo uning savdo xarakterlik ishlatishdan boshqa ehtiyoj uchun mulozimat qilganligini inkor qilmagan. Bu Dahua texnikasining yaqinqi bir qancha yilda Uyg'ur va Tibet qatorliq millatlar nishon qilgan millat farqlantirishni xoslashtirilgan kuzatish uskunalari uchun ilib borgan 3-qadamlik tekshirish ekan. Dahuaning bu 4 xil kamerasining to'r qo'llanmasi qaraganda, ularning hammasi 7 sifat xoslik va 500 ifodaning e'tirof qilinishini qo'llaydi ekan. Bu 7 xil sifat xoslik bo'lsa, jinsi, yeshi, ko'zoynak, chiroy ifodasi, maska, millati va saqal qatorliqlarini o'z ichiga oladigan bo'lib, Sharq Turkiston va Tibetliklarni farqlantirish uchun xos qo'llashni talab qildi ekan. 5 xil yuz ifodalash bo'lsa, ochiqlanish, temkinlik, xushallik, qayg'uliq va hayron qilish qatorliqlar ekan. 2019-yili oktyabrda Amerika hukumati Sharq Turkistonda kishilik huquqi daxl taruz qildi deb Dahua shirkatiga jazo yurgizgan. Xitoy Kommunistik Partiyasining 20-navbatlik mamlakatlik qurultayi bilan bir kunda 60 dan ortiq Hongkongliklar Angliyaning Manchesterdagi Xitoy konsulxonasining sirtida Xi Jinpingning qayta saylanishi qarshi uchun tinch yig'ilish o'tkazib, Xitoy Kommunistik Partiyasi yo'qolsin degan qora lozunkalar va Xi Jinpingning hajviy rasmlarini o'tirib qo'ygan. Xitoy konsulxonasining xodimlari shuar lozunkalarni yo'qotish uchun sirtga chiqib, bir namoyishchini majburiy holda konsulxonaga so'rab kirib 5-6 kishi birlashib urgan. Keyin Angliya soqchilari tayoq yeguchini qutqizib olgan. Xitoyning g'aljir diplomatiyasining rahimsizligi xalqaro jamiyatni yana bir qatim hayron qoldirgan. Angliya parlamenti tashqi ishlar komitetining yangi raisi Twitterda bu voqeani jiddiy tekshirishning lozimligini bildirib, Xitoyning namoyishchilarga qilgan rahimsiz hujumi va so'z erkinligini bostirishini Angliyaga ilib kirishining qabul qilinmaydiganligini, Angliya hukumati Xitoy bosh elchisini chaqirtish kerakligini, agar har qanday bir Xitoy namoyishchilarga hujum qilsa, ular cho'qim ayblanishi va chegaradan qo'g'lab chiqarilishi kerakligini ta'kidlagan. BBC'ning xabariga qaraganda, Angliya Davlat Mudofaa Ministrligining bildirishicha, Xitoy o'zlarining harbiy qurolliq uchqich qo'shinlarini tarbiyalash uchun 30 dan ortiq pensiyaga chiqqan Angliya harbiy uchqich xodimlarini g'oyat zo'r mablag' bilan qiziqtirib taklif qilgan. Bu Angliya harbiy uchqich xodimlari bo'lsa, yuqori suratli kurashchi aeroplan va tikuchar aeroplanlarni haydash tajribasi bor, harbiy bilimlar mo'l bo'lgan, shundaqla o'zlarining mo'l tajribasini Xitoy Xalq Ozodlik armiyasiga yetkazish va Xitoy uchun askar tarbiyalash uchun qiziqtirilgan ekan. Angliya rasmiy axboroti ogohlantirish chiqarib, pensiyaga chiqqan harbiy uchquvchilarni Xitoy armiyasida xizmat qilmaslikka ogohlantirgan. G'arb amaldorlarining aytishicha, Xitoyning uchqich qabul qilish urinishi davomlashayotgan bo'lib, yaqindan buyon texnik kuchayganligini, insonchilikda Xitoyning bergan pul mollariga taqobil tura olmaganligini, bu kishilarning vositachi orqali qabul qilinganligini hamda Janubiy Afrikadagi bir uchish maktabi bilan aloqasi borligini bildirgan.